Assalomu alaykum, yaqinlar, yaxshimisizlar? Sizlarning ham shunday danishlariniz bormi? Qo'lina katok nayda deb bersang, to'g'ri kengayda aytaveradi. Bilmayman, bu xayolimda tankayda yuribman deb o'ylab yuribman. Bu italanmagan to'proqlarning ustidan ham haydab o'tib ketaveradi. Ishatish kerak bunday bolalarni. Azonda katok nay deysan deb katok berib edikmi? Bu o'njiq mashina o'ynandi, o'ynab yuribdi. Ne bedene tirmashiga o'batda bu bulduzurma oqsan tirmashib ketaveradi. Men tushunmayman ish qilib. Nechada bilganini o'zi bilan bilmayman. Bizni jora tirmashtirajak ish qilib katokni şöyle. Bu katokda ham bir takiz ya shebin-pebinlar ustun tram bo'lib ketadigan vajada bu stenalar ham tirmashtirib beradi. Bilmayman bu nechada joyga o'rganni, yuruvini qaranglar. Nechayim men buni yaqinlar. Shunday danishlariniz bo'lsa, yuborib qo'yinglar bu videoni. Ya jilliya zakon yo'qdan shu narsa uchun aytilganmi deyman-da. Farqi yo'q, bu takiz yermi, bu baland depami? Qiziqi yo'q, ketaveradi. Ajora bu katok bu sana tankimiz. Bu xabardan bu bayda. Aynen, yine gitti bu. Paydası yok mu aytganning paydası?